Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik ota-onalar, shundaqla radio oldidagi barliq kichik o'maq farzandlarimiz Güzel Dinim programmamizning 8-soniga quloq selib o'ltirganinglar uchun, quloq selib berganinglar uchun hammanglarga ko'p rahmat aytamiz. Sizlarni Allohning salom bilan bu programmamizni boshlaymiz. Qadrlik ota-onalar, shundaqla o'maq farzandlarimiz, biz o'tgan soatda, ya'ni 7-son programmamizda musulmonlarga maxsus 3 pokizlik mavzumuzni boshlagandik. U bo'lsa tahorat, g'usl, tayammumdan iborat. Biz o'tgan soatdagi sonimizda tahoratning elinishi, tahoratga munosabat hukmlar, shundaqla tahoratning hikmati va foydalari mavzularimizni bir qadar diqqatingizga sungan bo'ldik. Inshaalloh bugun darsimizni 8-sonimizni bevosita tahoratning farzlari qaysilar degandek suallar bilan başlayıp bu suallarga kirgandan keyin g'usl bobiga o'timiz inshaalloh. Bu bölüm, ya'ni bu cho'ng bölüm inshaalloh bugungi sonimizda oyoqlashtirishga tirishimiz. Diqqatinglar bizda bo'lsin. Hozir boshlashdan burun kichik do'stinglar Qizil Yupurmoqdan sizlarga bir salom, Qizil Yupurmoq salom berdi. Uning keyindan programmamizni davomlashtiramiz. Qani Qizil Yupurmoq, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, shundaqla qadrli kichik do'stlarim. Men do'stinglar Qizil Yupurmoqdan o'tliq salom. Xo'sh, qadrlik anglovchilarimiz, tuvanda biz tahoratning farzlari qaysilar degan boshliq ostidagi, ya'ni bosh savol temasida ikkimiz Qizil Yupurmoq bilan savol-javob shaklida davomlashtiramiz. Xo'sh, tahorat olganda qaysi ishlarni qilish farzdir? Tuvanda siz menga bularni deb bering Qizil Yupurmoq. Tahorat olganda tuvandagi 4 xil ishni qilishimiz farzdir. Birinchi, yuzni yuyish. Yuzimizni chechimiz bor yerdan qulqimiz va enqimizning ostigacha bir qatim yuyish farzdir. Ikkinchi, qo'lni yuyish. Qo'limizni bilikimiz va jaynikimiz bilan qo'shib bir qatim yuyish farzdir. Uchinchi, boshqa masih qilish. Ho'l qo'l bilan beshimizning 4/1 qismini silash farzdir. To'rtinchi, putni yuyish. O'shiq bilan birlikda putni bir qatim yuyish farzdir. Xo'sh, nihoyatda go'zal bo'ldi. Endi payg'ambarimizning sunnatiga uyg'un ish qilish uchun tahorat olganda nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan bir savol bor. Xo'sh, buni siz tuvanda tahorat olganda qaysi ishlarni qilishimiz sunnatdir degan bu savolga siz javob berib o'ting. Qani marhamat. Tahorat olganda tuvandagi ishlarni qilishimiz sunnatdir. Agar mumkin bo'lsa, qiblaga oldin qilish, niyat qilish va auzu billahi minash shaytonir-rojim, bismillahir-rohmanir-rohim deyish. Og'zimizga va burnimizga suv ilish. Tishimizni misvak yoki cho'tka bilan pokizlash. Qulqimiz va bo'ynimizga masih qilish. A'zolarimizni 3 qatimdan yuyish. A'zolarimizni yuvganda o'ng tarafdagidan boshlash. Payg'ambarimiz ko'rsatgan tartibga rioya qilish. Endi tahoratni buzadigan ahvollar qaysilar? Tahorat barchaqda tuvandagi ishlarni qilish tahoratni buzadi. Tahorat qilish, o'sirish, badanning xohlagan yeridan qon yoki yiring chiqish, namozda yendiki kishiga anglangudek darajada kulish, yetib yoki bir yerga yo'linib uxlash, hushidan ketish, qusish, mast bo'lish. Muhammad ümmetining nuri. Bir kuni payg'ambar alayhissalom qarindoshlarimni ko'rishni intayin orzu qilatdim dedi. Sahobalar, biz sening qarindoshlaring emasmi, ey Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz, sizlar mening ashobim, do'stlarim, sahobalarim. Mening qarindoshlarim texi dunyoga kelmadi dedi. Sahobalar, ümmetingdan texi dunyoga kelmaganlarni qiyomat kuni qandoq tunuysan ey Rasululloh deyishdi. Payg'ambarimiz, bir kishining bir eti bo'lsa, bu otning qashqisi va pachoqlari oq bo'lsa, qapqara otlar to'pi ichida ketayotgan bu otni egisi tunuyolmay qolarmi deb so'radi. Sahobalar,
Elbette tunyalaydı ey Resulullah deyişdi. Peygamberimiz, mening qayrindaşlarım taharet alganlık üçün qiyomat günü yüzleri nurluq, qol putlari parlaq halda kelidi. Men Havzi Kevserning yeniği ulardan ilgiri berib, ularni taharet algan a'zolarining parlap chaqnaganligiga qarablı tunib olaman. Bu hadis Müslimning taharet babida zikr qilingan. Suyumli Peygamberimiz mundaq deydi: Mu'minning nuri ve axlıqi taharet suyu tekken yergacha keldi. Bu hadis Sahih Müslimning taharet babida tilga ilingan. Tüvende g'usul qilish babini başlaymiz. G'usul qilish, yani boy tarat ilish degan nima? Bütün bedenimizni suv tegmagan yer qalmoqdek darajada yuyish deganlikdir. Allah Taala mundaq deydi: Ey mu'minlar, agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usul qilinglar. Sura Maida 6-oyat. Boy taratimiz yo'q bo'lsa, qaysi ishlarni qila olmaymiz? Boy tarat bo'lmasa, namoz o'qiy olmaymiz. Ka'bani tavob qila olmaymiz. Qur'oni Karimga qo'l tekkizolmaymiz. Qur'oni Karim o'qiy olmaymiz. Jami va masjidlarga kira olmaymiz. G'usulning farzlari qaysilar? G'usul qilganda, birinchi, og'izni yuyish farzdir. Ikkinchi, burnni yuyish farzdir. Uchinchi, bütün bedenni quruq yer qalmoqdek darajada yuyish farzdir. Qaysi ahvollarda g'usul qilishimiz kerak? Junub bo'lganda g'usul qilish farzdir. Ayollar hayzdan pokizlanganda, ya'ni odat to'xtaganda g'usul qilish farzdir. Yangi tug'utliq ayollar qirqi to'shqanda, ya'ni qon kelish to'xtaganda g'usul qilish farzdir. Boy taratni qandoq olamiz? G'usul qilishdan ilgari A'uzu billahi minash shaytonir-rojim, Bismillahirrahmanirrahim deymiz. Niyat qildim Allah rizosi uchun g'usul qilishga deb niyat qilamiz. Qo'limizni obdan yuyamiz. Bedenimizning har qanday yerida biror nijosat bor bo'lsa, uni pokizlaymiz. Og'zimizga 3 qitim suv elib g'arg'ar qilgach, og'zimizni pokiz yuyamiz. Burnimizga 3 qitim suv elib, obdan mishqirib pokiz yuyamiz. Namozga taharet algandek taharet alamiz. Beshimizdan boshlab bütün bedenimizni quruq yer qoldirmay to'liq yuyamiz. Juma kuni, ya'ni haftada bir qitim har bir musulmon yuyinishi kerak. Bu hadis Tirmizining salat babida tilga ilingan. G'usul qilishning foydalari. Boy tarat ilish bizni ma'naviy jihatda poklaydi. Dinimizda boy tarat ilishni zarur qiladigan ahvollar ma'naviy jihatda kir ahvol, ya'ni hodis hisoblanadi. Boy tarat olmasak, pokiza bo'lolmaydiganligimiz uchun ba'zi ibodatlarimizni qila olmaymiz. Ibodatlarga tayyorlik qilish uchun boy tarat olsak, ma'naviy kirlardan tozalanib, psixik jihatda rohatlaymiz. G'usul qilish bilan Allohning yaxshi ko'rishiga erishimiz. G'usul qilish oldi bilan Allohning bizga qilgan amridir. Bu amrni o'rindash orqali qulluq vazifamizni ado qilib, Allohning roziligi va yaxshi ko'rishiga erisha olamiz. Allohning amriga rioya qilganligimiz uchunmi ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Bu nuqtadan qaraganda g'usul qilish insonlarni huzurlantiradigan ma'naviy tozliqdir. G'usul qilganda badanimiz ruhliq va titik bo'ladi. Yana bir tarafdan badanimizning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi terlarimiz vositasi orqali bo'ladi. Bu sababdan tashqi dunyodagi kir va chang to'zonlar hammadan bak terimizga ko'p ta'sir qiladi. Badanimizdagi yog' va tarlarmi terimizdagi yog' tar bezlari vositasi bilan sirtqa chiqariladi. Tanlash orqali sirtqa chiqarilgan zaharlik moddalar terimizning ustiga chaplashib olib, vaqtning o'tishi bilan ter tuşukchilarini etadi.
Bu ahvolda terimiz o'pkimizning nafas ilishiga yordam berishdan iborat vazifasini bemalol ado qilolmaydi. G'usul qilganda itilib qolgan ter to'shukchalari qayta ichiladi. Badanimiz kirdan tozalanib, nafas ilishimiz osonlashadi. Buning bilan vujudimiz yeniklashib, ruhliq, titiklik his qilamiz. Bu nuqtadan qaragandimi, g'usul qilish badanimizni kirdan tozalaydigan moddiy pokizlikdir. G'usul qilganda badan va ruh sog'lom bo'ladi. G'usul qilganda badanimizning suvga tegishi badanimizda to'plangan elektr zaryad yukini yeniklatib, qon aylanishini ravonlashtiradi. Nervlarimiz rohatlab, g'am qayg'ularimiz aziydi. G'usul ham ruhiy sog'lomligimizni qo'g'daydigan ma'naviy pokizlik hamda badan sog'lomligimizni qo'g'daydigan moddiy pokizlik, ya'ni ruhiy va jismoniy sog'lomligimiz uchun bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydigan bir doridir. G'usul qilgan chog'dagi nomuvofiq ishlar qaysilar? G'usul qilganda suvni isrof qilish makruhdir. Avrat yeri uchiq holda qiblaga oldin qilish makruhdir. Bekor parang silish makruhdir. Payg'ambarimizning sunnati bo'yicha g'usul qilishda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? G'usul qilganda niyat qilish sunnatdir. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim deyish sunnatdir. Qo'lni va avratni yuvish sunnatdir. Namozga tahorat olgandek tahorat ilish sunnatdir. Suvning kuchi. Qadrli anglovchilarimiz, tövəndə biz Suvning kuchi nomli bu go'zal hikoyani diqqatingizga sunamiz. Qo'liqinglar bizda bo'lsin. Fatih nashti qilish uchun o'ltirgan ustalda qachisidagi zaytunlarni qo'shiqda uyoq bu yoqqa yurg'iltib, xiyol surib o'ltiradi. Bu kunlarda noma'lum bir ish tufayli jini siqilib, ko'ngli beorom va xiyolchan bo'lib qolgan edi. To'liqsiz 3-yillikka ko'chgan bu yilda o'zida jismoniy va ruhiy jihatda o'zgarishlar bo'layotganligini his qiladi. Tuyuqsizli bo'y tartib, ovozi tomlashib, buruti xat tortishga boshlagan edi. Ba'zida ballarcha qiliqlarni qilsa, yana ba'zida o'zining cho'ng bo'lib qolganligini, bu qiliqlarning o'ziga yarashmaydiganligini bir xil mas'uliyatchanlik tuyg'usi ichida o'ylab yetadi. Bu xil tamtirashning qanchalik davom qildiganligini bilmasligi, balog'atga yetish mazgilidagi davolg'ishlar tufayli ba'zida xiyoli allaqandoq yerlarga uchib ketadi. Dadasining ovozi uni asliga keltirdi. Fatih, yana xiyolga petib ketding o'g'lim. Nashtliqni tez ye. Xiyol surib o'ltirsang maktabga kechikib qolasan, dedi. Fatih xiyoldan uyg'onib, "G'am qilma dada, ulgurman", deb javob berdi. O'g'lidagi beoromlikni his qilgan, muvofiq bir paytda uning bilan suhbatlashib, ko'nglidagi tuyg'ularni yeyishni niyat qilgan dadasi uningga, "Onang bilan singling bugun kechda yangi yangigan hammachongning uyiga tug'ut ko'rgili berib, shu yerda qo'nib kelmoqchi. Biz dada bola ikkalan bu oqshom ham o'zimizni obdan bir mehmon qilayli, ham qanug'dak bir mo'ngdishayli. Sana deydigan muhim gapim bor", dedi. Somkisini esib uydan chiqqan Fatih bir tarafdan dadasining qandoq muhim gapi borligini o'ylasa, yana bir tarafdan geografiya darsi beradigan Irfon muallimning darsiga kechikib, izo eshitmaslik uchun tez-tez qadamlar bilan maktabga qarab yo'l oldi. Sinfga kirib, saboqdoshlar bilan salomlashgandan keyin sinfning orqa tarafidagi bir o'rindiqqa berib o'ltirdi. Muallim sinfga kirib kelguchi bo'lgan orliqda saboqdoshlari tunugun kechda televizorda ko'rgan tantarbiya musobaqasida qaysi tanarkachining to'pni qanday tepganligi, reperning kimga yon bosganligi, qaysi tarafning jazoga uchirganligi qatorliq ushaq-tushak ishlar to'g'risida bir-biriga gap bermay, yuqori ovozda varang-churung qilishyotdi. Irfon muallim eshik tubida ko'rinishi bilan qaynayotgan qozonga bir cho'mich sovuq suv quygandek varang-churung besiqdi. Sinib chivin uchisi anglangudek darajada timtas bo'ldi. Irfon muallim ko'zoynak taqagan, bastlik, ko'zlari o'tkir, intizomsizlik qilgan o'quvchini hargiz bo'sh qo'yatmaydigan bilimlik o'qituvchi edi. O'quvchilarning ko'nglini og'ritmaydi, ammo dars vaqtida intizom buzishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Xatolik o'tkazganligi tufayli jazolagan o'quvchilarni biror fursat tepib ko'nglini oladi. To'g'risini aytganda, u ochiqimi bor, tatliqimi bor bir muallim edi.
Murat oldidagi o'quvchini dalda qilib, ustalga beshini qo'yib uxlashga niyat qilib turganda, muallim Murat, sen nima ishqa orqada o'tirding? Oldidagi partlar bo'sh tursa, orqada nima ish qilasan? Kel, oldida o'tir, deb uning barliq planini buzdi. Murat yomg'irdan qochib mo'ldirga tutilgan odamdek xohlamagan holda oldidagi bo'sh o'rindiqqa kelib o'ltirdi. İrfan muallim bom va yangroq ovozi bilan dars so'zlashga boshladi. Saboqdoshlar, bugungi darsda sizlarga suvning kuchi to'g'risida, ya'ni ichiga kirgan qochining shaklini oladigan, eriqlarda shildirlab, daryolarda shavqullab oqadigan, yumshoq, suzuk, salqin suvning hikoyasini so'zlayman. Oldi bilan bilishimizga tegishlik bo'lg'ini suvsiz hayotning mumkin emasligidir. Odam tamoq yemay bir qancha hafta yashay olgan bilan suv ichmay 3 kundan ortiq yashay olmaydi. Ulug' yaratquchi barliq mahluqotlarning suvdan yaratilganligini bizga bildirgan. Dunyoning havo tangshiguvchisi deb atalgan klimatlar dengiz okean suyining eqishi ta'sirida maydonga keladi. Quyosh nuri taptida parga aylangan suv tomchilari bulut bo'lib shakllanadi. Ba'zida bular qancha ming kilometr yo'l yurib, tog'larga, o'rmonliqlarga yomg'ir bo'lib yig'ib, o'simliklar va uni yeb yashaydigan jonliqlarga hayot beg'ishlaydi. Barliq jonliqlar mutlaq holda suvdan ayrilolmaydi, dedi. Sinfdagi a'lochi o'quvchilardan biri hisoblangan Fatih qo'lini ko'tardi. Muallim, biologiya darsida ko'rgan insonning shakllanishi to'g'risidagi mazmunmi sizning deganingiz bilan birdek. Jonliqlar suvdan shakllangan javhari bilan billa hayotga tunji qadamini tashlaydi. Bu o'xshashlik diqqatimni tortdi, dedi. İrfan muallim, rahmat Fatih, sen aytgandek fan bilimlari bir-biriga zid emas. Koinotni yaratquchi Alloh belgilagan qoida qonuniyatlarda qilchilik, ziddiyat yoki tartibsizlik mavjud bo'lmagan holda necha million yildan buyon dunyo va atrofimizdagi olamni yashatyotidi. So'ning kuchini so'zlaganda hamisha uning suyumlik taraflarini anglatdim. Balalar, so'ning yana tarsa va bangvash bir tarafimi bor. Bu haqdami ancha-muncha so'zlab qo'yayli. Endi aqlinglarni ishlatinglar. Bu jihatda sizlar bilgininglarni deb beqinglar. Qani kim so'zlaydi? Dedi İrfan muallim. Sinfdagi bolalar qo'lni ko'tarishga boshladi. Suv opiti, kalkun, dengiz shavquni, yo'nalishini o'zgartgan daryolarning tuproqlarini eqitib ketishi, dengizdagi bo'ron chapqinlar, shiddatli to'lqinlar. O'quvchilar mushu xildagi javoblarni so'zlashga boshlagandan keyin İrfan muallim tamkin ovozi bilan sinfni yana tinchlantirdi. Saboqdoshlar, hammanglar to'g'ri javob berdinglar. Darsimizning oxirida suvning kuchidan hammaylan oz to'liq xabardor bo'ldik. Biroq eng muhim nuqtaga endi keldik. Jo'grafiyalik shakllarga, tog'larga, vodilarga, tuzlangliklarga qaragan vaqtimizda suvning ro'shan ta'sirini ko'ralaymiz. Suvning to'xtovsiz harakati, necha ming yildan buyongi tinim topmas g'ayrati eng qattiq toshlardan tuzilgan tog'larni upuritib, eritib, ularning egizligini dengiz yuzi egizligi bilan tang holatga kelgan. Daryo suyining dengizga quyilish egizlarida suv eqitib kelgan tuproqlar bepoyon va munbat tuzlangliklarni shakllantirgan. Sizlarmi suvning kuchidan saboq elib, davomli tirishib, chidam g'ayrat ko'rsatsanglar, tog'lar kabi mushkulotlar ko'z oldinglarda erib, yo'q bo'lib ketadi. Murat jo'g'rofiya darsining bunchalik ko'ngillik bo'lganligini xayoliga keltirmagan edi. Attigan so'mkisiga jo'g'rofiya kitobini salg'ach, orqadagi o'ringa berib o'ltirib uxlay deb o'ylagan edi. Imir-chimir xaritalar, bu xaritalardagi orliqlarni hisoblaydigan formulalar, qaysi mahsulotning qayerda, qandoq, qanchalik chiqadiganligi qatorliq savollar Muratni jo'g'rofiya darsidan zeriktirib etgan edi. Ammo bugungi dars uning jo'g'rofiya darsiga bo'lgan pozitsiyasini o'zgartdi. Aslida tuzlangliklarda, tog'larda, qo'limizni yuvganda barmoqlarimizning orasidan eqib chiqib ketgan suvlarda bizni uyg'otadigan, bizga ilhom beradigan, nurg'ulg'an haqiqatlarning yoshiringanligini tunib yetdi. Fatih bir tarafdan dars anglasa, yana bir tarafdan kechda dadisining nimalarni deydiganligini o'ylab o'ltiradi. Maktabdagi vaqt har chog'dagidek tez o'tdi. Uyga kelganda oshxondan mazzilik beliq puruqi keldi. Dada bola ikkalan o'xshitib atgan xamsaylar bilan mazzilik beliqni ishtiho bilan yedi.
Dadisi Fatih amroq tatliq turumlardan olgan edi. Dasturxonni birlikda yig'ishtirgandan keyin choy ichishgach, mehmonxona uyda kresloda o'ltirishdi. Fatihning butun diqqati dadisi aytgan kashti deyman degan heliqi muhim gapda edi. Dadisi buni his qilib turardi. Suhbatda muvofiq bir payt tepib deyishni o'ylab o'ltirardi. Choy ichgach o'ltirib, asta temaga yaqinlashdi. "Man qara Fatih, insonlar tug'iladi, cho'ng bo'ladi, bolalik va o'smirlik chog'lari bo'ladi. Qariydi, o'ladi. Sen hozir 15 yoshga kirding. Bolalik bilan xo'shlashib, balog'atga yetib bir yigit bo'lish oldida turibsan. Jismingdagi va ruhingdagi o'zgarishlarni sen bilan billa bizmi ko'ryapmiz. Allohga qanchalik shukr qilsak ozdir. Sen va singling kabi ikki sog'lom bolamiz bor. Balam, hargiz qo'rqma. Bir oz vaqt o'tgandan keyin badaningdagi va ruhingdagi shavqullar pastlaydi. Yoshlik mezgiliningmi bolalik chaqqa o'xshash go'zal ekanligini ko'radigan vaqtlaring texi oldingda. Hozir ba'zi kechalar ajoyib tushlarni ko'rib, ko'siringning ho'l bo'lib qolganligini his qilgan cheg'ingda g'usul qilishing, ya'ni bo'y tarat elishing kerak. Balog'atga yetish mezgili mas'uliyat, vazifalar boshlanadigan bir mezgildir. Bo'y tarat deb atalgan g'usul barliq ibodatlarning tunji shartidir. Haftada bir qatim munchuga tushishdan sirt zarur bo'lgan chog'larda bo'y tarat elish farzdir. Eg'iz burunga liq suv elib, pokiz chayqagandan keyin butun badanni hech qanday quruq yer qo'ymay to'liq yuvsaq, g'usul qilgan bo'lamiz. Sening eng yaqin odaming onang bilan men. Balog'atga yetish mezgiliga oid har qanday gaping bo'lsa, onang bilan ikkimizga essang bo'ladi. Unutma, sen adablik cho'ng bo'lgan siri biz sendan faxrlanamiz, deb gapini tugatdi dadasi. Dadasining gapini berilib anglagan Fatih, "Alloh rohatlik bergay dada", dedi va hujrasiga qarab mangdi. Dadasining so'zlari uni munchining ishikiga akelgan edi. Oldi bilan namozga tahorat olgandek tahorat oldi. Burniga suv olganda dimiqiga bir oz o'tib ketdi. Ondan munchida butun badanni obdan uvulab, pokiza yuyundi. Lungida badanni surtib, pokiza kiyimlarini kiyib hujrasiga kirdi. Aynakning oldida turib, chechini quritayotganida atdiganki jo'g'rofiya darsidagi mazmunlarni asildi. Darsda suvning kuchi so'zlangan edi, ammo bir nuqta kam qolgan edi. Suv faqat sirtqi dunyoyimizni emas, balki ichki dunyoyimizni mu shakllantiryotdi. Fatih tunji qatim g'usul qilganida buni cho'nqur his qilgan edi. Bu tarati faqat badanni emas, balki ruhni mu belli yuvib poklaydigan eng muhim qulluq vazifasidan biri edi. Fatih uxlash uchun yotgandan keyin suvning kuchini endi texmi yaxshi tushundim deb pichirladi va yaqinqi kunlardagi beoromchilikdan qutulib, aram xudo holda uyquga ketdi. Hürmetlik ata-analar, şundaqla qadrlik, omaq, suyumlik farzandlarimiz, shundaqla bugungi go'zal dini programmamizning 8-soni mush yerda oxirlashdi. Bu babimiz kelar soatdan boshlab inshaalloh tayammum bobidan boshlab yangi bir mazmun bilan davomlashtiramiz. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qani qadrlik omaq qizimiz Qizil Yopirmoq, sizmi xo'shlashib bo'ling. Hürmetlik ata-analar ve suyumlik dostlarım. Kelar qitimki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.